ma'rifiy suhbatlar. Assalomu alaykum muhtaram muxlislar. Barchangizga salomatlik va qalb halovatini tilab, tasavvuf haqida tasavvur mavzusidagi suhbatimizni davom ettiramiz. Mavzuni yoritishda bizga falsafa fanlari doktori Ja'far Muhammad yaqindan yordam beradi. Eshittirish taqdimoti bilan mikrofon qarshisida Ma'murjon Abdiyev. Shariatning bo'stonida javlon qildim. Tariqatning gulzorida sayron qildim. Haqiqatdan qanot tutib, tayron qildim. Ma'rifatning eshigini ochdim do'stlar. Demak, tasavvufni dindan, shariatdan ayro tasavvur etib bo'lmaydi. U dinimiz bag'ridan unib chiqqan va uni xalq orasida yanada kengroq, ayni vaqtda to'g'ri yo'ldan adashmagan holda targ'ib etishga xizmat qiladi. Zero islom faqat diniy ahkomlardan iborat bo'lgan din emas, balki u jamiyat ma'naviyati va ma'rifatini shakllantiruvchi hamda kamolga yetkazuvchi hamdir. Tasavvuf ta'limoti katta bir tarixiy jarayonni o'z ichiga oladi. Tasavvur qiling, 8-asrdan mana hozirgi 21-asrgacha ham bu ta'limot mavjud. Endi amaliyot nuqtai nazaridan bular ancha cheklangan, bular ancha oldingi qudratini, oldingi shukuhini yo'qotgan albatta. Ammo nima bo'lganda ham bugungacha bu mavjud. Bu katta bir tarixiy davrni o'z ichiga olgan va bundan tashqari butun islom olamini qamrab olgan va hatto bu Yevropagacha ham kirib borgan bu ta'limot tabiiyki ham g'arb, ham sharq olimlarini, tarixchilarini, faylasuflarini, dinshunoslarini, islomshunoslarini qiziqtirib keladi. Va ana shu jarayonda uning ichida nima borligi bilan shug'ullangan, qanaqa g'oyalar borligi bilan shug'ullangan olimlar uni o'rganib, bu katta bir ta'limot ekanligi, ichida boy bir ma'naviy meros borligi, bir falsafiy tafakkur borligi va ana shu falsafiy tafakkur inson his-tuyg'ulari, ichki olami, inson zavqiy, shuhudiy holatlari, insonning ishq va muhabbati kabi go'zal bir tuyg'ular bilan, hissiyotlar bilan uyg'unlashib, aralashib ketgan holatini topgandan keyin bu boshqa bir ta'limotlarda uchramaydigan bir hodisa ekanligini va uning ichida esa juda ko'plab insoniyatga kerak bo'lgan va inson odamlarni qiziqtiradigan mavzular, masalalar, g'oyalar, nazariyalar borligini ko'rgach, iloji boricha har bir bunga oshiq bo'lgan, bunga ixlosmand bo'lgan olimlar va mutaxassislar buni sarchashmalarini olib borib o'zinikiga yetkazishga harakat qilishgan. Yevropaliklar tasavvuf ta'limotini iloji boricha nima bo'lib, ana shuning ichidan xristianlikning ta'sirini izlashga harakat qilganlar. Ba'zilari esa Yunon falsafasining izini, ta'sirlarini topishga intilganlar. Sharq olimlaridan ba'zilari esa buni Yevropa dinlari, Yevropadagi xristianlik dini va qadimgi Yunon falsafasidan emas, balki uning ildizlarini qadimgi Zardushtiylik ta'limotdan izlash kerak degan g'oyalarni, ba'zilari buni buddaviylik bilan bog'lashga intilishgan. Ana shunday bir holat, hodisalar tasavvurshunoslik olamida doimo bo'lib kelgan va hozirgi paytgacha bu davom etib kelyapti. Bu tabiiy narsa. Chunki go'zal narsani, boy narsani, kerakli narsani hamma xalqlar ham o'ziniki qilishni albatta yoqtiradi. O'ziniki bo'lishini albatta xohlaydi. Holbuki bu tasavvuf ta'limoti faqat bitta mintaqa bilan cheklangan va faqatgina bitta dinning g'oyalarini o'zida ifoda etadigan bir ta'limot emas. Balki buni agar yuqoridan ko'radigan bo'lsak, buni agar kengroq ko'z bilan qaraydigan bo'lsak, bu umum insoniy bir ta'limot darajasiga ko'tarilgan bir diniy falsafiy jarayon. Zotan uning asl sarchashmalari bo'lgan,
asl manbasi bo'lgan islom dini ham insoniyat uchun kelgan bir din sifatida tanilgani uchun ham tasavvuf ham shunday bo'lishi tabiiy. Negaki agar xolis bunga baho beradigan bo'lsak, darhaqiqat islom dini bu so'nggi haq dini sifatida, so'nggi bu mukammal din sifatida bugun butun insoniyatni e'tirofiga sazovor bo'lib kelyapti va bu narsa Qur'oni Karimda ham, hadis sharifda ham aytiladi. Endi tasavvuf ta'limoti boshqa bir joyda emas, islom dunyosida, musulmon sharqida dunyoga keldi, tug'ildi. U Arabiston yarim oroli, Iroq va hozirgi Eron hududlarida yuzaga keldi. Va bu bir qismi esa buyog'i to Ispaniyagacha, Afrika va Ispaniyagacha agar kirib borgan bo'lsa, bu tomoni esa to Xorasoni Movaronahr va undan uzoqroq bo'lgan o'lkalargacha, to Hindistongacha kirib bordi. Tasavvuf ta'limoti o'zining g'ayrioddiy usullari bilan, uslublari bilan boshqa ta'limotlardan katta farq qiladi. Bu usullar endi intuitiv usullar bilan olib boriladigan bo'lib, unda insonning botiniy imkoniyatlari, ichki imkoniyatlari mushohida orqali, muroqaba orqali, zavq orqali, iymon orqali qo'lga kiritiladi. Shu nuqtai nazardan bu bir ishroq ilmidir. Ya'ni qalbning ochilishiga asoslangan bir ilm hisoblanadi. Endi dalil, burhon, hujjat va san'atga asoslangani uchun ham bu mantiqiy, bu tafakkuriy bir ilm hisoblanadi. Ana shu tasavvufning hujjati, dalillari, asoslari birinchi navbatda Qur'oni Karim va ikkinchi navbatda hadisi sharif hisoblanadi. Kimki tasavvuf ta'limoti islom dinidan xorijdadir, islom dinidan tashqarida shakllangan bir din hisoblanadi yoki islom olamida dunyoga kelgan bo'lsa ham sof bir islomiy ta'limot emas deydigan bo'lsa, albatta katta xatoga yo'l qo'ygan bo'ladi. Negaki hech qanday shak shubhasiz tasavvuf ta'limoti islom dini bag'ridan chiqqan va shakllangan, o'sib ulg'aygan, kamol topgan va butun dunyoga tarqalib ketgan bir ta'limot hisoblanadi. Va unga hech qanday shak shubha yo'qki, birinchi navbatda Qur'oni Karim, ikkinchi navbatda edi hadis sharif manba sifatida ta'sir ko'rsatgan, manba sifatida unga asos bo'lgan. Va shuning uchun ham tasavvuf ta'limotining yirik bir namoyandalaridan biri sahv yo'nalishining, tasavvufdagi sahv yo'nalishining asoschisi Junayd Bag'dodiyning mashhur bir gapi bor. Aytadiki, kimki hofizi Qur'on bo'lmasa, Qur'onni yoddan bilmasa va hadis to'plamagan bo'lsa, endi o'sha paytlargacha hadis to'planganda, unga iqtido qilmanglar. Bizning ilmimiz kitob, ya'ni Qur'oni Karim va sunnat, ya'ni Rasululloh sunnatlariga asoslangandir degan mashhur gaplari bor. Ana shu gapning o'zi ham tasavvuf ta'limotining asosiy bir yo'llanmasi sifatida, asosiy bir yo'riqnomasi yo qo'llanmasi sifatida foydalanilgan, doimo ana shu narsa birinchi ustunga qo'yilgan, birinchi navbatga qo'yilgan va ana shu narsa keyingi davrdagi barcha tariqatlarga, barcha shayxlarga, muridlarga, soliklarga tavsiya etilganki, albatta bu yo'lga kirdingmi, bu yo'lda sen Qur'onni yoddan bilishing kerak, hadisni bilishing kerak. Ana shundagina sen tasavvuf ahli bo'la olasan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Zar roziyallohu anhuga Qur'oni Karim tilovatdan keyingi eng afzal amal Allohni zikr qilish ekanini vasiyat qildilar. Zikr bu Allohni eslashdir. Allohni ko'p zikr etgan bandaning qalbi poklanadi, iymoni mustahkamlanadi, duolari ijobat bo'ladi, ixlosi ortadi. Har subhidan nido keldi qulog'imga. Zikr ayt dedi, zikrin aytib yurdim mana. Tasavvuf ahlining eng bir katta bir fazilatlaridan biri shuki, nimaiki aytadigan bo'lsa, nimaiki yozadigan bo'lsa, u og'zaki aytadimi, u yozma aytadimi, dalillar va hujjatlar bilan ish yuritadi. Bu qanday ish yuritiladi? Birinchi navbatda masalan aytaylik, zikr degan masala to'g'risida
so'z ochildimi tasavvuf tomonidan, tasavvuf ahli tomonidan zikr masalasi. Shunda masalan Qur'oni Karimga birinchi navbatda murojaat etiladi. Qani Qur'oni Karimda zikr so'zi bormi? Bo'lsa agar u qanday ma'noda kelgan va qaysi nimada kelgan? Masalan Qur'oni Karimda quyidagi mazmundagi bir oyat-i karima borki, qalblar hech narsa bilan orom topa olmas, taskin topa olmas, illo Allohning zikridan o'zga. Ko'ryapsizlar? Faqat Allohning zikrigina qalblarga orom, taskin va tamkin bag'ishlaydi degan mazmundagi oyat-i karim. Va ana shu narsani butun tasavvuf ahli o'zlari uchun dasturul amal sifatida qo'llagan. Ki mana Qur'oni Karimda ana shu narsa bor. Zikrning qanchalik muhimligi, qanchalik inson uchun, banda uchun kerakligi, qalbning kuchi ekanligi va qalbga insonga taskin berguvchi bir dori, marham ekanligi to'g'risida mana Parvardigorning so'zi bor ekan. Bundan boshqa dalil kerakmi? Deb ana shu zikr masalasini butun tasavvufdagi ichidagi tariqatlar va shu'balar va silsilalar zikr masalasini yuksakka ko'targanlar. Uni shu o'zlarining usullarining boshida qo'yganlar. Qaysi bir tasavvufiy tariqatda zikr bo'lmasa agar, u demak tasavvuf ahli hisoblanmaydi. Negaki zikr bu tariqatning muhim bir unsurlaridan hisoblanadi. Mutafakkir shoir Alisher Navoiy Mahbub ul Qulub asarida ishqni 3 guruhga ajratadi. Avom ishqi, xoslar ishqi, siddiqlar ishqi. Avom ishqi insonning hayotiy istaklariga asoslangan bo'lsa, xoslar ishqi poklikka asoslangan. Bunda haqning jamolini biron bir insonda deb tushuniladi va uni Allohga bo'lgan ishqi bilan sevdi. Siddiqlar ishqi esa to'g'ridan to'g'ri Allohga qaratilgan avliyo va anbiyolar muhabbatidir. Ishq to'g'risida gap ketdimi, tasavvuf ahli biz bilamizki, ishq masalasini va undan kelib chiqib ilohiy ishq masalasini tasavvuf ta'limotiga olib kirganlar. Xo'p, endi nima? Bu bir diniy bir ta'limot bo'lsa, diniy ta'limotda ishq, muhabbat degan narsalar nima qiladi degan savol tug'iladi. Bunda masalan bular nima qilishgan? Xo'p, ishq degani o'sha muhabbat degan tushunchaning ancha rivojlangan bir holati hisoblanadi. Va buni Mustamli Buxoriy o'zining Sharh at-Ta'arruf li mazhabi tasavvuf kitobida chiroyli sharhlab shunday tushuntiradiki, ana shu ishq bu muhabbat degan tushuncha hissiyotning eng oxirgi darajasi bo'ladi. Ishq o'zi bu ashiqa so'zdan olingan bo'lib, ashiqa bir o'simlik bo'ladi va bu o'simlik qaysi bir daraxtga agar chirmashib olsa, o'sha daraxtni quritib, ildizidan quritib tashlaydi deb ta'riflaganlar. Va ishq ham g'olib kelsa, ya'ni muhabbat sekin-sekin o'sib, 10 ta bosqichni o'tib, ishq maqomiga yetgach, ishqda ana shu oshiq degan kishi ma'shuqning ishqida asta-sekin xuddi o'sha daraxtga o'xshab qurib ketadi deydi. Chunki ishq ana shu zarpechakka o'xshagan daraxtga chirmashib ketadigan, uni quritadigan o'sha o'simlikka o'xshaydi. U yurakka kirdimi, o'sha odamni albatta quritadi degan mazmunda ta'riflab bergan. Va bu bilan ishqning qanchalik kuchli ekanligini, qanchalik inson uchun, hayoti uchun ham ahamiyatga ega ekanligi va zararli yoki xatarli ekanligini ko'rsatgan. Ishq so'zini qidirib chiqdilar. Ishq so'zi Qur'oni Karimda yo'q ekan, lekin dalil topish kerak. Ammo ishq so'zi bilan yoki tushunchasi bilan ma'nodosh bo'lgan, sinonim bo'lgan, yaqinroq bo'lgan muhabbat degan so'z bor. Va muhabbat so'zini izladilar. Demakki, bunda yo'q, ishqda yo'q, uning sinonim bo'lgan yoki ma'nosi yaqin bo'lgan boshqa bir lug'atdan qidirishga to'g'ri keldi. Va bu muhabbat bo'lib chiqdi. Muhabbat degan so'zni, tushunchani izladilar va Qur'onda u topildi. Bir necha oyatda Qur'onda ana shu yaxshi ko'rish, sevish ma'nosida borligi aniqlandi. Jumladan yuhibbuhum va yuhibbuna degan oyat-i karimada. Ya'ni sevgaylar sevgayman degan ma'noda. Va ana shuni asos qilib olib tasavvuf ahli ana shu ishq bor ekan, bandaning
Parvardigorga bo'lgan muhabbati va aksincha Parvardigorning ham bandaga bo'lgan muhabbati. Demak, bu muhabbat ikki tomonlama ekan. Ana shu ikki tomonlama muhabbat sufiylar istilohida ishq deb ko'proq ataladi. Chunki bular o'sha muhabbatning g'ulu shaklini, yuqorilab ketgan shaklini, yuksak bir darajasini ishq deb ataganlar. Har bir so'z, fano deymizmi, baqo deymizmi, qazo deymizmi, qadar deymizmi, orif deymizmi, irfon deymizmi, nimaiki masalan tasavvuf bilan bog'liq bo'ladigan tushunchalar yaratilgan bo'lsa, ana shu tushunchalarning barchasining Qur'oniy ildizlari bor. Qur'onda agar topilmasa, hadisiy ildizlari bor. Ya'ni hadisga borib taqaladi. Shu hadisiy qudsiylarda tasavvuf ahlining g'oyalariga to'g'ri keladigan juda ko'p so'zlar, ma'nolar mavjud. Jumladan, man arafa nafsahu faqat darafa rabbahu. Kimki o'z nafsini, ya'ni o'zini, o'zligini anglasa, u o'z Rabbini anglaydi degan ma'no. Va buni hadisiy qudsiy deyshadi. Va yoki kunta kanzan maxfiyan fahbabtu an uraf degan hadisiy qudsiy. Ya'ni men yashirin xazina edim va tanilishni istadim deyiladi. Va bu ya'ni Parvardigor tilidan aytiladi. Yoki yana boshqa bir hadisiy qudsiy Parvardigor tilidan aytiladiki, kimki meni sevsa, kimki men qaysi bandamni sevsam, men uning tiliga aylanaman. Ya'ni u mening tilim bilan so'zlashadi, u mening ko'zim bilan ko'radi, u mening oyoqlarim bilan yuradi degan mazmundagi hadisiy qudsiy. Va bu ana shu avliyoullohga tegishli bo'lgan ana shu ma'no o'shalarga to'g'ri keladigan bir hadisiy qudsiy hisoblanadi. Shunday qilib, biron bir masala, biron bir tushuncha, biron bir istiloh, ya'ni atama tasavvufda deyarli yo'qki, u albatta yo Qur'oni Karimga borib taqalmasa, yoki hadisiy shariflarga borib taqalmasa, yoki hadisiy qudsiy bilan bog'liq bo'lmasa. Agar bularda ham agar bo'lmasa, bulardan o'sha narsa topilmasa, keyingi davrlarda payg'ambarimizning choryorilari tomonidan aytilgan hikmatli so'zlar, ya'ni axbor deyiladi bu narsa. Ulardan keyingi tobiinlar va tobiinlar va ulardan keyingi din, ya'ni peshvolari, mazhab peshvolari tomonidan aytilgan hikmatlar, fikrlar, g'oyalar va ulardan keyin esa tasavvufning ilk namoyandalari, ilk ulug'lari tomonidan aytilgan hikmatli so'zlarga tayanadi. Va hatto masalan keyingi bosqichlarda tasavvuf ahlining yana bitta nimasi adabiyotga va she'riyatga chuqur kirib borishlari va tasavvufiy g'oyalarni ramziy ma'nolarda, majoziy ma'nolarda she'riyatga olib kirishlari edi. Natijada sufiy shoirlar, shoir sufiylar va uchinchi toifasi esa tasavvuf g'oyalaridan ta'sirlangan shoirlar toifalari yuzaga keldi. Masalan aytaylik, Attor sufiy shoir hisoblanadi. Mavlono Jaloliddin Rumiy sufiy shoir hisoblanadi. Jomiy sufiy shoir hisoblanadi. Ikkinchi toifa esa shoir sufiylar. Shoir sufiylar masalan Sanoiy avval shoir bo'lgan, keyin sufiy bo'lgan masalan. Yoki masalan Bedil shoir sufiy hisoblanadi. Uchinchi toifa esa tasavvuf g'oyalaridan ta'sirlangan shoirlar. Bular sirasiga odatda mana Hofiz Sheroziy kabi shoirlarni kiritishadi. Chunki Hofiz Sheroziyning qaysi tariqatga, tasavvufdagi qaysi bir tariqatga ergashgani haqida aniq bir ma'lumot uchramaydi. Negaki uning g'azallarida biz turli ta'sirlarni ko'ramiz. Bir qarasanki u yerda biz malomatiylikni ko'ramiz, bir rindiylikni ko'ramiz, u yerda biz bir qarasang Mansur Hallojga katta bir ixlosni ko'ramiz, bir qarasang u yerda sukr ahlini gaplarini eshitamiz, bir qarasang u yerda biz Junayd Bag'dodiydek masalan sahv yo'nalishi, sufiylarning fikrlari va g'oyalarining ta'sirini ko'ramiz. Bir qarasang u yerda hofizni biz katta bir hofiz va Qur'onning hofizi sifatida, Qur'oni Karimni juda yaxshi bilgan bir qori sifatida biz ko'ramiz. Lekin shu aniqki, u ham o'sha tasavvuf orqali tasavvufiy g'oyalarni Qur'oni Karim asosida chiroyli she'rlarda aytib bergan va o'zi ham aytadiki, Qur'on zibar bixonam bo 14 rivoyat deydi. 14 xil usul bilan men Qur'onni yoddan bilaman. Yoki bir joyda aytadiki, har chikardam hamma az davlati Qur'on kardam. Nimaki men qilgan bo'lsam, nimaki topgan bo'lsam, Qur'oni Karimning davlati bilan topdim degan gaplari bor.
Tasavvuf hamma narsaga kirib boradi. Harom haloldan boshlab, gunoh savobdan boshlab to tavhid masalalarigacha. Yaratganning huzurida eng e'tiborli narsa bu bizning qalbimizning salohiyati ekan. Imom G'azzoliy kim Alloh haq subhanahu va taolo huzuriga sog'lom qalb bilan borar ekan najot topadi. Qalb Alloh taolodan bandasiga berilgan omonatdir deydi. O'sha omonatni omon va pok saqlash barchamizga nasib etsin. Azizlar, eshittirishimizga Hoji Ahmad Yassaviyning quyidagi baytlari bilan yakun yasamoqchimiz. Ummat bo'lsang, g'ariblarga tobe bo'lg'il. Oyat, hadis har kim aytsa, somi bo'lg'il. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr, salomat bo'ling. Ma'rifiy suhbatlar.